Bu zina bilan bu holda ikkinchi tay nimaga boshlamayapsan? Narxiga qo'shib bersa qilamiz. Narxiga nimaga qo'shib berish kerak senga? Narxiga ko'ryapsiz o'zingiz. Preslar o'zgarib ketyapti. Endi mana bunday narsada men sen bilan dogovorim bor, to'g'rimi? O'sha dogovor bo'yicha qilib beryapsan. Ha? Men uydagasiga aka ikkinchi etapdan holga zinaga narx qo'shib bering deb aytolmayman. Men dogovor qilganman uni, lazim berganman, bo'ldi, bitta gapirganman. 3 oy bo'ldi gaplashganimga. Endi 3 oydan keyin aka qo'shib bering deb aytolmayman men. Aka, misol uchun pres bo'yicha ketmayapmiz. Almash ketib qolyapti. Har xil bo'ladi, hamma o'ylash har xil. Bitgan sari o'zgarish bo'ladi, любой joyda bo'ladi, ozgina o'zgarish. Endi buzuq qilishlaring, boshqalaring bo'lsa ekan, Brekson qo'shtirib harakat qilaman olib berishga. Lekin hozir bu ishimga men qo'shib bera olmayman narxi. Listiga gaplashganmiz, o'sha listi bo'yicha oxirgacha shu narxda bo'ladi. Tezda qilib bergin. Qani malyallar? Abdusamat, ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsanmi? Senda nima gaplar? Bizda bo'lyapti hammasi yaxshi. Ertaga sen ham fikringni o'zgartirib qolmaysanmi? Narxini qo'shib bergan, boshqa qilib bergan. Unaqa bo'lmaydi. Dogovor bo'yicha bo'lyapti, Losevga topshiryapmiz. Hammasi chiroyli bo'lyapti. Losevga tekshirib olaman degan videoga. Tekshirib oladi, o'sha bo'yicha sendan talab qilaman. Dogovor bo'yicha bo'lyapti. Bo'ldi, o'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish yo'q. Bo'ldi. Tegalarini ham chotki o'sha yetgan bo'yicha yopishtirib berasan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lyapti. Qani ustalar, hammasini chaqiringlar baqa. Kafelchi, seni ishlaring yaxshimi? Yaxshi aka. 45 graduslar chotki, ha? Chotki aka. Atveslari, millimetrlari hammasi chotki. Men shunaqa dogovor qilganman uydaga. 1 millimetrga javob beraman aka. Hammasi chotki bo'ladi deb dogovor qilganman. Narx-navolari o'zgarib qolmaydi senda ham. Shu narx-navo kelishgan narx-navomiz oxirgacha boradi, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi. Ishingni chotkilar qilib bergan. Senlardan men uydagasidan qattiq talab olganman. O'shanga yarashib senlardan ham talab qilaman men. Hammalaringiz eshitdinglar. Chiroyli ish qilinglar, chiroyli xizmat qilib, uydagasini rozi qilib chiqib ketadi bu yerdan. Kimda e'tirozi bo'lsa, hozir aytinglar, savollar bo'lsa aytinglar menga. Bo'ldi, shu yerda kelishamiz, oxiri bo'ladi. Bo'ldi. Hamma prorablar ichida bo'ladigan holatni olib chiqdik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Hammaga omad, ishlarga rivoj.